Bu soliq mavzusi. Kelajakda bo'lmagan daromadlarimdan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisiga olib keladimi, qanaqa qilib to'layman degan bir qo'rquvlar bo'lishi mumkin-da. Lekin shu bilan birga imtiyozlar ham bor, to'g'rimi? Foyda solig'i to'lovchisi sifatida faoliyatini boshlasa, ularga foyda solig'i to'lashdan 1 yil davomida to'liq ozod qilinadi. Tadbirkorlik subyekti albatta soliq munosabatlariga kirishadi. U soliq to'lovchi hisoblanadi. Shu sababli bu sohada tushunmovchiliklar, muammolar tabiiyki yuzaga keladi va shular oqibatida murojaatlar shakllanadi. Misol uchun YTT ochgan tadbirkor birdaniga qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lib qolishni xohlamaydi, chunki bu qo'shimcha majburiyat, xavflarni, risklarni olib keladi degan xavotir bo'ladi. Ko'pchilik holatda bu o'sha bilmaslik oqibatida. Shuning uchun avvalambor o'sha birinchi navbatda tadbirkorlik faoliyatini yuritishda ilm bilan yondashish. Tadbirkorlarimiz nimani bilishi kerak deb hisoblaysiz? 2025-yilning masalan soliq yili uchun kameral soliq tekshiruvi o'tkazildi. 2026-yilni birinchi yarim yilligiga kelgan paytda 2025-yil va 2026-yilning birinchi yarim yilligi uchun XMCJ daromad solig'ining to'g'ri hisoblanishi yuzasidan kameral solig'i o'tkaziladi deb kameral solig'i o'tkazish mumkin emas. Bir soliq turi, bir predmet asosida qayta soliq tekshiruvi, o'sha kameral soliq tekshiruvi o'tkazishiga yo'l qo'yilmaydi. Tadbirkorlar o'zini faoliyatida mana hozir sizdan sanab o'tgan muammolarga duch keldi. Misol uchun bitta davrni ikkinchi marotaba tekshirishga kelmoqchi nazorat qiluvchi organ yoki boshqa qanaydir holatlar. Tadbirkor nima qilishi kerak shunaqa vaziyatda? Haqiqatda tadbirkorni e'tirozi, noroziligi asosli bo'ladigan bo'lsa, bu sudga tadbirkorning manfaatini ko'zlab murojaat qilib, o'sha sud tartibida masalani yechish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatayotgan tadbirkorlar, umuman kuzatuvchilar, barchangizni yangi yilda Biznes Rakurs podkastining navbatdagi ilk sonida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun tadbirkorlarimiz uchun juda ham muhim bo'lgan mavzuni ko'tarishga qaror qildik. Bu soliq mavzusi. Soliqqa oid munosabatlar, soliqqa oid masalalar doimo diqqat e'tibor markazida bo'lgan va ko'plab bahs munozaralarga doimo sabab bo'ladi. Shuning uchun mana shu mavzudagi savollarga javob topish maqsadida bugun Biznes ombudsmanining Xorazm viloyatidagi sho'basi bosh inspektori Abdulla aka Boltayevni studiyamizga taklif qildik. Biznes ombudsmanining eng yetuk mana shu sohadagi katta tajribaga ega bo'lgan xodimlardan biri hisoblanganlari uchun bugun ularga tadbirkorlarimizni qiynayotgan va siz bilishingiz kerak bo'lgan savollarga Abdulla akadan javob olamiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Abdulla aka, bilamizki, biznes ombudsmanga kelib tushgan murojaatlarni ham tahlil qiladigan bo'lsak, hattoki qariyb 50% ba'zi holatlarda undan ham sal ko'proq bo'lishi mumkin. Ko'proq qismini baribir soliqqa oid murojaatlar tashkil qiladi. Va umuman hal qilingan ijobiy natijalarga ahamiyat bersak ham ko'plari soliq bilan bog'liq. Bu nima bilan bog'liq? Nima deb o'ylaysiz? Mutaxassis sifatida, aynan shu biznes ombudsmanda murojaatlarni ko'rib chiqadigan xodim sifatida fikringizni aytsangiz. To'g'ri aytyapsiz, Guljamol. Biznes ombudsmanga kelib tushayotgan murojaatlarning tahlili haqiqatdan ham bir deyarli 35-40% soliq bilan bog'liq masalalar tashkil qilmoqda bugungi kunda. Buning sababi oddiy, chunki tadbirkorlik sohasining istalgan yo'nalishida faoliyat ko'rsatuvchi subyektlar bular beixtiyor soliq qonunchiligi, soliq munosabatlari bilan to'qnashadi. Chunki deylik, misol qilib keltiradigan bo'lsak, farmatsevtika sohasida faoliyat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektini agroinspeksiya tekshirmasligi mumkin. Uni u faoliyati bir-biri bilan kesishmaydi. Lekin xohlagan bir sohada faoliyat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyekti albatta soliq munosabatlariga kirishadi. U soliq to'lovchi hisoblanadi. Shu sababli bu sohada tushunmovchiliklar, muammolar tabiiyki yuzaga keladi va shular oqibatida murojaatlar shakllanadi.
Xo'sh, tadbirkorlarimizni soliqqa oid aynan qanday masalalar qiynayapti? Qanaqa masalalar bo'yicha tadbirkorlar ko'proq biznes ombudsmanga murojaat qiladi? Tadbirkorlik subyektlaridan kelib tushayotgan murojaatlarda asosan soliq tekshiruvlari, soliqqa oid huquqiy, normativ huquqiy hujjatlarni o'sha qo'llanilishi bilan bog'liq masalalar, belgilangan imtiyoz va preferensiyalarni qo'llanishi bilan bog'liq masalalar yuzasidan tadbirkorlardan asosan o'sha murojaatlar kelib tushadi. Juda yaxshi narsani hozir aytib o'tdingizda, imtiyoz va preferensiyalar. Qonunchilikda juda ham ko'p imtiyozlar bor, preferensiyalar bor. Lekin ba'zida o'sha tadbirkorlarimizda qandaydir ma'noda bir qo'rquv bo'lishini ham kuzatamiz. Misol uchun, YTT ochgan tadbirkor birdaniga qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lib qolishni xohlamaydi, chunki bu qo'shimcha majburiyat, xavflarni, risklarni olib keladi degan xavotir bo'ladi. Mana shunaqa holatlar uchun ham qonunchilikda lekin yechimlar bor, to'g'rimi? Imtiyozlar. Xuddi shunday, ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bitta mavzu ko'tarilyapti, ya'niki yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki yuridik shaxslar yangi tashkil qilingan, misol uchun 2025-yilning oktyabr, noyabr yoki boshqa davrlarda tashkil qilingan o'sha yuridik shaxs bo'lsin yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsin, tovar aylanmasi 1 milliard so'mdan oshmagan bo'lsa ham ularni o'sha qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tishi kerakligi to'g'risidagi xabarnomalar kelganligidan soliq organidan norozi bo'lib o'sha ijtimoiy tarmoqlarda har xil nimalar chiqyapti, ma'lumotlar. Endi shu mavzuga batafsilroq to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu nima sababdan kelib chiqyapti? O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-dekabrdagi 1108 sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan Soliq kodeksining 462-moddasiga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni bu norma oldindan ham bor edi. Buni endi bu holat qanday? Masalan, misol orqali tushuntiradigan bo'lsam, masalan, tadbirkorlik subyekti, u yuridik shaxs bo'lsin, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsin, 2025-yil 2-noyabrda davlat ro'yxatidan o'tdi. Va 2025-yilning oxiriga qadar bu 300 million so'm tovar оборот shakllantirdi. Ya'ni tovar aylanmasi 300 million so'mni tashkil qildi. 2025-yil 31-dekabrgacha. Bunaqa holatda Soliq kodeksini 462-moddasi 8-qismiga asosan o'sha 60 kun mobaynida shakllantirilgan 300 million so'mlik tovar aylanmasini 60 kunga bo'lib 60 ga bo'linadi. Bunda har bir kuniga soliq to'lovchining har bir kuniga 5 million so'mdan to'g'ri kelyapti. O'sha 5 million so'mni 365 kunga ko'paytiriladi. Bundan kelib chiqadiki, soliq to'lovchining 1 yillik tovar aylanmasi ana shu joyda 1 milliard 825 millionni tashkil qilyapti va 1 yillik tovar aylanmasi bu 1 milliarddan oshish nuqtai nazaridan ushbu soliq to'lovchiga 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lovchi sifatida xabarnoma jo'natilyapti. Ya'ni u yangi ochilgan bo'lsa-da, bor yo'g'i 2 oy faoliyat olib borgan bo'lsa ham, o'sha uni aylanmasidan kelib chiqib, prognozdan kelib chiqib, uni qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish nazarda tutilmoqda. Nazarda tutilmoqda. Aynan amaldagi o'sha 1-yanvardan joriy qilingan o'sha soliq kodeksiga kiritilgan o'zgarishga asosan xuddi shunday. Lekin bu joyda bularga preferensiyalar, imtiyozlar yaratilmoqda o'z navbatida. Shu mavzuga ko'proq to'xtalsak, Abdulla aka, chunki
xohlaymizmi yo'qmi, bu tadbirkorlarimizda qanaqadir cho'chishiga olib kelishi mumkin. Nega endi kelajakda bo'lmagan daromadlarimdan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisiga olib keladimi, qanaqa qilib to'layman degan bir qo'rquvlar bo'lishi mumkin-da. Lekin shu bilan birga imtiyozlar ham bor, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana shularga bir ochiqlab aniqlab ketsak, tadbirkorlarimiz ham eshitib o'sha imtiyozlardan o'zini faoliyatlarida foydalanishsa. 2026-yil 1-yanvardan boshlab aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar ilk marta qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lovchi sifatida faoliyatini boshlasa, ularga foyda solig'i to'lashdan 1 yil davomida to'liq ozod qilinadi. Imtiyoz berildi. Oldin 1 milliard so'mdan oshgan, ilk marta oshgan aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi sifatida faoliyatini boshlaganda foyda solig'ini belgilangan stavkasini 50% ga kamaytirib to'lash shaklidagi imtiyoz bor edi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab birinchi marta o'sha qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tgan aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar foyda solig'ini to'lashdan 1 yil davomida butunlay ozod qilinishi shaklidagi imtiyoz berildi 2026-yil 1-yanvardan boshlab. Bundan tashqari ushbu subyektlarga qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lish tartibini buzganlik uchun 1 yil davomida jarima qo'llanilmasligi belgilandi. Ya'ni yangi ushbu soliq rejimiga o'tgan tadbirkorlik subyekti qayerdadir xato, kamchilik qilib qo'yadigan bo'lsa, u o'sha uni himoya qilish maqsadida unga shunaqa imkoniyat berildiki, ya'ni 1 yil davomida o'sha qo'shilgan qiymat solig'i to'lashlik bilan bog'liq bo'lgan tartibni buzganlik uchun u jarimaga tortilmaydi. Bundan tashqari, endi ma'lumki, aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilarni buxgalteriya hujjatlarini yuritish bu nisbatan oson hisoblanadi. Qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tgan tadbirkorlik subyektlarida buxgalteriya hisobini yuritish bilan bog'liq qandaydir bir qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu o'z navbatida u o'sha sohani mutaxassisini jalb qilish, ya'ni u o'sha yo'nalishni xato va kamchiliklarsiz olib borish uchun o'ziga buxgalter yollash yoki o'sha buxgalteriya xizmatini ko'rsatadigan korxonalarga o'sha shartnoma asosida xizmatidan foydalanish zaruratini keltirib chiqarganligi uchun buxgalteriya xizmatlari xarajatlari 6 oy davomida o'sha mehnatga haq to'lash mehnatga haq to'lash tizimini eng kam miqdorini 3,5 barobar yoki bugungi kunda o'sha 4,5 million so'mgacha bo'lgan qismini bu o'zining daromadidan chegirib tashlash imkoniyati yaratildi. Tadbirkorlarni eng ko'p cho'chitadigan narsa ham shu. Hujjatlarni rasmiylashtirish, hamma ham yurist emas, hamma ham iqtisodchi bo'lmaganligi uchun ko'p xatolar qilib qo'yadi. Mana shu imtiyozlarni qo'llanilishi bilan bog'liq ham murojaatlar kelib turadimi biznes ombudsmanga? Va tadbirkorlarimiz nimani bilishi kerak deb hisoblaysiz? Mana shu imtiyozlarni to'g'ri qo'llanilishi, kerak bo'lsa qo'llanilishini talab qilish uchun qanaqa bir tavsiyalar yoki bir amaliy misollar keltirgan bo'lardingiz? Imtiyozlarni qo'llanilishi borasida ko'plab murojaatlar kelib turadi. Endi bunaqa holatlarda avvalambor shu biznes ombudsmanga murojaat qilishsa yoki o'sha soliq organini o'ziga o'sha holatda imtiyozni qo'llanilmayotganligi yoki taalluqli emas deb qaytarilayotganligi holatidan nima qilsa, mutaxassislar unga o'sha imtiyozni nima sababdan qo'llanilmayotganligini tushuntirib beradi. O'sha soliq organi talabini to'g'ri ekanligi. Agar noto'g'ri talab qo'yilayotgan bo'lsa, tadbirkorlik subyektini albatta huquqi tiklanib, imtiyozlarni qo'llash bilan bog'liq jarayonlar amalga oshiriladi. Endi faoliyatimizda bu
holatlarga ko'plab nima qilganmiz, duch kelganmiz. Bunday holatlarda endi qonunchilikdagi ayrim murakkabliklar nuqtai nazaridan kelib chiqqan holatlarda biz o'sha holatni imtiyoz qo'llovchi organ deylik soliq organi bilan bevosita muloqot qilgan holda o'rganib chiqamiz. Agar orada o'sha tushunmovchilik yechilmaydigan bo'lsa, masalan biz o'zimizni pozitsiyamizda, ular o'zini pozitsiyasida turadigan bo'lsa, bunaqa masalalarni sud tartibida hal qilishga harakat qilamiz. Abdulla aka, qonunchilik bo'yicha yana bir yangilik, imtiyozlardan tashqari o'sha soliq turlari bo'yicha qo'llaniladigan jarimalar bo'yicha ham tadbirkorlarga bir qator yengilliklar berilyapti. Mana shu haqida ham bir aytib o'tsangiz tadbirkorlarimizga ma'lumot sifatida. Darhaqiqat biznes ombudsmanga kelib tushayotgan murojaatlar orasida o'sha soliq to'lovchilar tomonidan soliq hisobotlarini o'z vaqtida soliq organiga yubormaganlik uchun qo'llaniladigan moliyaviy ma'muriy jarimalardan ham norozi bo'lib arizalar kelib tushgan, tushyapti ham. Bu masalada ham amaldagi qonunchilikka o'zgartirish kiritilib, mana 2026-yil 1-yanvardan boshlab tadbirkorlik subyektlariga ancha yengilliklar yaratildi. Misol uchun aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi aylanmadan olinadigan soliq bo'yicha hisobotni muddatini buzib, deylik masalan korxonani rahbari kasal bo'lib qolishi bor, boshqa turli tuman obyektiv subyektiv sabablarga ko'ra o'sha hisobot topshirish muddatini o'tkazib yubordi. Ya'ni bu korxona aylanmadan olinadigan soliq to'lovi hisobotini ham topshirish muddatini o'tkazib yubordi. Nimadan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini hisobotini topshirish muddatini ham o'tkazib oldi. Ilgari mana shu 2026-yil 1-yanvargacha shunday holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, korxona rahbariga har bitta soliq yo'nalishi o'sha soliq hisobotini topshirmaganlik uchun alohida ma'muriy jarima belgilanar edi va bu ma'muriy jarimani miqdori o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 10 barobar miqdorida belgilangan edi. Bu endi inson omilisiz avtomatik o'sha soliq organi tomonidan qo'llaniladi. Endi yangi tartib bo'yicha 2026-yil 1-yanvardan boshlab birinchi o'sha ma'muriy javobgarlikni o'sha belgilangan jarimani miqdori 10 baravardan bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravaridan 3 baravariga tushirildi. Va bir hisobot davrida masalan 3 ta soliq hisobotini kechiktirsa ham, bitta soliq hisobotini kechiktirsa ham, 2 ta soliq hisobotini kechiktirsa ham faqat ushbu tadbirkorlik subyekti bir marta ma'muriy o'sha davr uchun soliq hisoboti davri uchun bir marotaba ma'muriy javobgarlikka tortilishi belgilandi. Bundan tashqari o'sha muddat o'tkazib yuborilgandan keyin 5 kun ichida o'sha hisobotni topshiradigan bo'lsa, 5 kungacha bo'lsa, bu ma'muriy javobgarlik chorasi belgilanmasligi belgilab qo'yildi. Qo'llanilmasligi belgilab qo'yildi. Endi keling Abdulla aka, bir tadbirkorlarimizni juda ham ko'p qiziqtiradigan mavzu tekshiruvlar mavzusiga ham to'xtalib o'tsak. Bu borada qanaqa ketyapti? Murojaatlarimiz dinamikasi qanaqa? Qanday masalalar tadbirkorlarni qiynaydi yoki ahamiyat berish kerak bo'lgan, bilish kerak bo'lgan qonunchilikdagi normalar haqida ham aytib o'tib ketsak. Umuman olganda umumiy o'sha tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlarni o'tkazish, o'sha nazorat qiluvchi organlar tomonidan tekshiruvlarni o'tkazish bilan bog'liq masalalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 374-sonli qarori va 184-sonli farmonlarida tartiblari, qanday tartibda o'tkazish kerak, u yerda o'sha nazorat qiluvchi organ vakillarining huquq majburiyatlari, tadbirkorlik subyektining huquq va majburiyatlari to'liq belgilab o'tilgan. Barcha soliq
soliq tekshiruvi bo'ladimi, boshqa nazorat qiluvchi organ tekshiruvi bo'ladimi, ushbu qaror va farmonda va undan tashqari boshqa shu tekshiruvlarni, tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini tartibga soluvchi boshqa qonun asosida hujjatlarda nazarda tutilgan tartiblarda amalga oshirilishi qat'iy talab qilinadi. Bu sohada aynan qonuniylikni ustidan nazoratni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi biznes ombudsmanga yuklatilgan. Endi aynan bugungi kun mavzusidan kelib chiqadigan bo'lsak, soliq tekshiruvlarida asosan qanday holatlarda nima yuzaga keladi, muammolar. Misol uchun qonunchilik bilan belgilangan tartib bor, ya'ni bitta tekshirilgan davr bitta predmet bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazish mumkin emas. Ushbu holat, shuni bir misolda tushuntirib beraylik. Abdulla aka, nima degani bitta predmet deganda, misol uchun 2025 yilning masalan soliq yili uchun kameral soliq tekshiruvi o'tkazildi. Kameral soliq tekshiruv jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'g'ri hisoblanishi yuzasidan. Bu yana o'sha ma'lum bir muddat o'tgandan keyin, например, 2026-yilni birinchi yarim yilligiga kelgan paytda 2025-yil va 2026-yilning birinchi yarim yilligi uchun o'sha bir MCJ, masalan X MCJ ni daromad solig'ini to'g'ri hisoblanishi yuzasidan kameral solig'i o'tkaziladi deb kameral solig'i o'tkazish mumkin emas. Chunki u oldingi kameral soliq tekshiruvida o'sha 25-yilni o'sha aynan daromad solig'i to'liq o'tkazilgan. Misol tariqasida masalan shuni ko'rsatish mumkin. Boshqa shu ayni, ya'ni bir soliq turi, bir predmet asosida qayta soliq tekshiruvi, o'sha kameral soliq tekshiruvi o'tkazishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu qonun bilan taqiqlangan. Bugungi kunda masalan mana soliq tekshiruvlarini o'tkazishda yana mana imkoniyatlar yaratildi. Ya'ni o'sha soliq to'lovchilar uchun sayyor soliq tekshiruvlari natijasi bo'yicha mana tekshiruvdan keyin o'sha yuzaga kelgan xato kamchiliklar oqibatida qo'llanilgan moliyaviy sanksiyalar summasini 6 oy davomida teng ulushlarda bo'lib to'lash imkoniyati berildi. Bundan tashqari masalan hozir tepada aytib o'tganimdek, kameral soliq tekshiruvi o'tkazilgan davrda aynan bir xil holat bo'yicha qayta kameral soliq tekshiruvi o'tkazish hamda masalan soliq auditi o'tkazilgan yoki ayni paytda o'tkazilayotgan davrda o'sha subyektni avtokameral deydi. Mana nimada o'sha avtomatlashtirilgan kameral soliq tekshiruvini yana parallelniy o'tkazish amaliyoti bekor qilindi, to'xtatildi. Ya'ni bu mumkin emas. Xo'p, aytaylik, tadbirkorlar o'zini faoliyatida mana hozir siz sanab o'tgan muammolarga duch keldi. Misol uchun bitta davrni ikkinchi marotaba tekshirishga kelmoqchi nazorat qiluvchi organ yoki boshqa qanaydir holatlar. Tadbirkor nima qilishi kerak shunaqa vaziyatda? Bitta, ikkita, uchta yoki har xil bir yechim usullarini yoki qo'yish kerak bo'lgan qadamlarni bir aytib o'tsangiz. Aynan tekshiruvlar nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, tadbirkorlarga shu tekshiruv jarayoni, o'sha siz aytayotgandek bir davrni qayta tekshirish yoki umuman tekshirishda o'sha jarayonda umuman tekshirishda yo'l qo'yilgan xato kamchiliklardan yoki umuman tekshirish jarayonidan norozi bo'ladigan bo'lsa, albatta biznes ombudsmanga murojaat qilish maqsadga muvofiq. Chunki biznes ombudsman o'sha tekshiruvlarni qonuniyligi yuzasidan o'rganish o'tkazish uchun aynan mas'ul davlat tashkiloti hisoblanadi. Bundan tashqari tekshiruvlarni natijasidan, ya'ni tekshiruv davomida qayta hisoblangan soliqlar yoki qo'llanilgan moliyaviy jarimalar, umuman tekshirishdagi o'sha qo'shimcha hisoblangan soliqmi, boshqa masalalar yuzasidan yuqori turuvchi soliq organiga, misol qilib keltiradigan bo'lsak, biror tuman soliq inspeksiyasi uni tekshirgan bo'lsa, o'sha soliq inspeksiyasi orqali yuqori turuvchi soliq
organiga, masalan soliq boshqarmasiga o'sha holat yuzasidan o'zini e'tirozini berishi mumkin. Bu amaldagi qonunchilik bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Agar bundan tashqari bugungi kunda tadbirkorlik subyektiga to'g'ridan to'g'ri sudga murojaat qilish, o'sha soliq tekshiruvi natijasidan norozi bo'ladigan bo'lsa, ma'muriy sudlarga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish imkoniyati ham yaratildi. Esingizda bo'lsa, bu prezidentimizni o'sha ochiq muloqotlarda bildirgan tashabbuslari natijasida paydo bo'ldi bu mexanizm. Xuddi shunday. Oldin faqat yuqori turuvchi organ, soliq organiga murojaat qilib, agar uni ham nimasidan qaroridan norozi bo'ladigan bo'lsa, keyin sudga chiqish amaliyoti bor edi. Bu endi o'z-o'zidan tadbirkordan oshiqcha vaqt, ovoragarchilik talab qilar edi. Hozir o'sha aytganingizdek, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan shunday imkoniyat yaratildi. Ya'ni agar masalan soliq organi qaroridan norozi bo'ladigan bo'lsa, tadbirkor o'zini xohishiga ko'ra xohlasa yuqori turuvchi soliq organiga murojaat qiladi. Xohlasa to'g'ridan to'g'ri sudga murojaat qiladi. Endi sudga murojaat qilish nuqtai nazaridan masalan hozir mana ayrim tadbirkorlar sudga murojaat qilib huquqini tiklash nuqtai nazaridan biznes ombudsmanga murojaat qilyapti. Ya'ni o'sha soliq tekshiruv natijasidan, qarordan men noroziman. Bu sabablarga ko'ra, shuning uchun ushbu qarorni bekor qilish choralarini ko'rib berishni so'rab, mana biznes ombudsmanga murojaat qilyapti. Bunday holatda biznes ombudsman xodimlari birinchi o'sha tekshiruvni o'tkazilishini qonuniyligi, hisoblangan moliyaviy jarima, qo'shimcha hisoblangan soliqlar va o'shalarni to'g'ri hisoblanganligi yoki noto'g'ri hisoblanganligi yuzasidan o'rganish o'tkazadi. Haqiqatda tadbirkorni e'tirozi, uni o'sha noroziligi asosli bo'ladigan bo'lsa, bu sudga tadbirkorni manfaatini ko'zlab murojaat qilib o'sha sud tartibida masalani yechish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Bu yerda tadbirkorlar uchun qulay tomoni, bu yerda o'sha barcha sudlarga biznes ombudsman davlat bojidan ozod qilingan holda murojaat qilish huquqi berilganligida va u mutaxassislar uni talabini qonuniyligini avvalambor o'rganib chiqadi-da. Agar uni talabi noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorga u tushuntiriladi. Agar bu sudga bergan taqdirda ham bu talab noto'g'ri ekanligini va o'sha belgilangan qo'shimcha hisoblangan soliqlar yoki qo'llanilgan moliyaviy jarimalar asosli ekanligini tadbirkorga tushuntirib berish imkoniyati tadbirkorlar mana shunday imkoniyatdan foydalanishlari mumkin. Abdulla aka, mana suhbatimiz ham yakuniga yetib boryapti. Mazmunli bir fikrlarni aytib o'tdingiz. Endi bir yakuniy savol bilan sizga yuzlanmoqchi edim. Yuqorida o'zingiz ham aytdingiz, agarda tadbirkor nohaq bo'lsa yoki o'sha qo'llanilgan jarimalar to'g'ri bo'lsa, biz huquqiy tushuntirish beramiz deb. Shu o'rinda keling bir tadbirkorlarga o'zingizni tavsiyalaringizni bersangiz. Mana shunaqa soliq muammolariga, soliq bilan oid muammolarga, qandaydir o'sha ziddiyatli vaziyatlarga yuz tutmaslik uchun, yuzaga kelmaslik uchun nimalarga ahamiyat berish kerak va nima qilish kerak? Endi amaliyotda asosan ko'p tadbirkorlik subyektlari ataylab emasda, shu tushunmovchilik oqibatida yoki bilmaslik oqibatida o'sha buxgalteriya hujjatlarini buzib yuritilishi yoki o'sha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarilmasligi, o'sha nimalarni, imtiyozlarni to'g'ri tushunmasligi oqibatida o'sha moliyaviy jarimalar, har xil o'sha qo'shimcha soliqlar hisoblanishi oqibatida tadbirkorlik subyekti bankrotlik darajalariga kelib qolayotgan holatlar yuzaga kelyapti. Bu narsa faqatgina bu katta ko'pchilik holatda bu o'sha bilmaslik oqibatida. Shuning uchun avvalambor o'sha birinchi navbatda tadbirkorlik faoliyatini yuritishda ilm bilan yondashish, o'sha o'zgarishlar, yangi chiqayotgan o'sha normativ huquqiy hujjatlar bilan doimiy ravishda tanishib borish, o'sha buxgalteriya
nimasini korxonani o'sha tashkilot tadbirkorlik subyekti faoliyatini o'sha buxgalteriya hujjatlarini to'g'ri to'liq yuritilishi uchun o'sha albatta professional o'sha buxgalterlardan o'sha sohani tushunadigan nimalardan mutaxassislardan albatta foydalanish lozim. Chunki bugungi kunda masalan buxgalter yollashga yoki buxgalter ishga qabul qilishga, unga to'lanadigan to'lovlardan o'sha nima qilaman deb iqtisod qilaman deb undan 10-100 barobar jarimalar kelib chiqishi holatlarini amaliyotda ko'rganmizda. Shuning uchun yana bir eng yaxshi mana nimalardan biri, yo'nalishdan biri o'sha sohasida o'sha tushunmovchilik yoki boshqa o'sha o'zlarini huquqlaridan foydalanishda o'sha muammolar yuzaga kelayotganda mana biznes ombudsmanga murojaat qilsa, biznes ombudsmanda o'sha boshqa tashkilotlarda tajriba orttirgan yuridik, iqtisodiy mutaxassisliklarga ega bo'lgan xodimlar mana faoliyat ko'rsatmoqda. Bular albatta masalani tub mohiyatigacha tushib, o'rganib, o'sha holat yuzasidan to'liq, batafsil ma'lumot beradi va bu albatta uni nimasida eng asosiysi bu bepul. Bu narsalar hammasi bepul amalga oshiradi. Shu biznes ombudsmanning o'zi asosiy vazifasi ham o'sha tadbirkorni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Rahmat katta suhbat uchun, mazmunli suhbat uchun, o'zingiz bildirgan fikrlaringiz uchun. O'ylaymizki, agar bizni tomosha qilayotgan tadbirkorlarga ham foydali bo'lgan bo'lsa, foydali o'zlariga bir tavsiyalarni olishgan bo'lsa, juda ham yaxshi, biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Hurmatli tadbirkorlar, shuni unutmangki, har bir tadbirkorning ortida mustahkam qonunlar, qonunchilikda belgilangan imtiyozlar, agarda ularga rioya qilishda muammolar yuzaga kelsa, barcha mexanizmlar yaratilgan. Biz sizga ko'makchi bo'lishga, sizni huquqlaringizni himoya qilishga doimo tayyormiz. Asosiysi yurtimizni iqtisodiy rivojlantirishdan hech ham charchamang. Biz esa sizlarga qiziqarli va mazmunli mavzularda suhbatlarni tashkil etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.